Jinsiy a'zoni o'lchami erkaklik quvvatiga ta'sir qiladimi? Endi masalan qancha katta bo'lsa shuncha kuchli erkak yoki kichkina bo'lsa kuchsiz erkak degan ma'noda bo'ldimi bu savol hozir? Ну, shunga o'xshashroqda. Bu hozir paradoks borda. Juda ko'pchilik aytadi, juda ham katta a'zo bu yaxshi, zo'r bo'ladi, zo'r qoniqtiradi, zo'r aloqa qiladi degan tushunchalar borda. Ko'pchilikda stereotip rivojlangan shunaqa katta qilishni xohlayveradi hamma. Lekin mana shu katta jinsiy a'zoni turishi ham qiyin bo'ladi-da. Chunki nimaga? U qon bilan to'ladigan narsa. Ya'ni qon aylanishi kuchli bo'lishi va uni hisobiga shunchalik qattiq, shunchalik tarang va shunchalik uzoq aloqa qilish mumkin bo'ladi. Masalan, yana agar aloqa qilishga unchalik ham hajmli aloqasi yo'q. Tak. Demak, erkak qancha uni a'zosi katta bo'lsa, uni turg'azish shuncha qiyin bo'lib qoladi. Aynan Afrika xalqlarida va o'sha Senegal deymiz xalqlarning erkaklarida juda ham eng uzun a'zolar ularda, lekin eng ko'p statistika bo'yicha jinsiy zaiflik, ya'ni erektilniy disfunksiya aynan ana shu katta a'zoli erkaklarda ekan. Undan kelib chiqdiki, juda ham katta a'zo har doim ham zo'r ereksiya, zo'r aloqa degani emas ekan. Demak, siz aytmoqchisizki, что jinsiy a'zo qancha katta bo'lsa, u erkaklik quvvatiga ta'sir qilmaydi demoqchimisiz? Umuman quvvatga aloqasi yo'q, naborot quvvat ereksiyaga ta'sir qiladi. Ana. Quvvat ereksiyaga ta'sir qiladi. Qancha zo'r bo'lsa, qancha qon aylanishi yaxshi, shuncha zo'r Ajoyib. ereksiya bo'ladi.